6 fevral kuni qor yog'adi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet 6 fevral prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra juma kuni qator hududlarda yomg'ir yog'ib qorga aylanishi mumkin. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja sovuq, ba'zi joylarda 14 daraja sovuqqacha, kunduzi 05 daraja iliq, ba'zi joylarda 7 daraja sovuqqacha, Ustyurtda kechasi 15-18 daraja sovuq, kunduzi 9-12 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir qorga aylanishi mumkin, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir qorga aylanishi mumkin, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduz 1-6 darajalik iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir qorga aylanishi mumkin, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 05 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir qorga aylanishi mumkin, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduz 1-6 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir va qor yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Qor ko'chish xavfi bor. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduz 2-7 daraja iliq bo'ladi. Avvalroq O'zgidromet juma kuni O'zbekistonga Qozog'iston hududidan sovuq va nisbatan nam ob-havo massalari kirib kelishi boshlanishi, buning hisobiga ba'zi joylarda yog'ingarchilik bo'lishini, harorat kun davomida pasayishini ma'lum qildi.